Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga. Ko'rib turganingizdek, seximizda mana yana bir komplekt stanoyimizni mashinaga yuklab jo'natyapmiz. Dastavka jarayonlaridan videolarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, Andijon viloyatiga 6 talik gazobloylari yo'lga soldik. Komplektlarni tayyor qilib jo'natdik do'stlar. Ustanovka jarayonidan video qo'yamiz. Hamda ko'rib turganingizdek, seximizda har doimgidek gazoblok, penoblok, qo'yinki stroykaga oid barcha stanoylarimiz mavjud. Xohlagan akamizga penoblokni yevro qoliplari, mana ko'rib turganingizdek, yarim перегородка, yarim standartni обычный qoliplarimiz ham mavjud. Xohlagan akalarimizga ham penoblok, ham gazoblok holatda yotiq qoliplarimiz. Mana bunday holatda taglariga rezinkalari qo'yib, germetkalab, xudo xolasa bir tomchi oqmaydi. Komplekt tayyorlab qo'yganmiz stanoylari. Xohlagan akamizga katta gazoblokni liniyali stanoylarimizni ham bu yerda tayyorlab qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, qo'shimcha qolip so'ragan akamizga qo'shimcha qoliplarimiz ham mavjud. Qo'yinki O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Hamda ko'rib turganingizdek, ustanovka, dastavka besplatniy bo'ladi. Xohlagan akalarimizga kelib, shu seximizda yotib qolib, o'rganib ketsa ham bo'laveradi. O'zimiz ham liniyali stanoylarni o'rnatganmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.